Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızla başlayımız. Leksiyada sırağa dirozi. Washington'dan sözdeyimiz bugünkü islağa. 2022 yıl 10. ayının 25. günü vatandaş bugün sözdeydiğin sözlerimizde isaq nazıklığı derecesinde isaq bugün Tayvan'ın pulu qaraydigan jilla asası haberini şununda aldık. Neme dedi deseniz bir hazır xalq pulunun kursi düştü. Xalq pulunun kıymeti düştü. Bugün 7'de 3 mo 7'de 3 mo 2'li. Şunu kaç etti? 7'de 2 4 metre aldığım günlerde bugün 7'de 3 mo 2'li. Demek düştü degen gap vatandaş. Onun üstüge 10. ayının 23. günü Cumhurbaşkanı Partiyası'nın kurultayı ahırlaştı. Şundan 2 yıl 24. günden başlap Şangang'da payçak bazarı intayın eğir davalğışqa kirdi. Şirkette kaldı, toxtab kaldı, dükkanlarda kaldı, toxtab kaldı. Hatta Şangang'da bazarga çıkan Tengshay şirketi, Alibaba şirketi payçaklarının hemmisi 11%'den 3%'den düşüp gitti. Payçak bazarda payının bazı, her bir payının bazı Alibaba'nın 11%, Tengshay'nin 3%'den düşüp gitti. Ondan yani şu doğruda pul qaraydigan jilla yani nime dep anlattı deseniz vatandaş Şangang'da yaki memleket içinde qo'shqanda Cungo'nun bayları yaki puldarları, hocadarları muşu 2-3 gün içinde 200 milyar 900 milyon yuan bir gecede parga ilinip gitti. Bu bazardaki özgürlük. Ondan keyin pulga qaraydigan jillanın bugün 10. ayının 25. günü anlatkan video filmi 2 parça. 2 parça video filmide sözlengen sözler endi yani nime deydi? Cungo'da hazır boran çapkon, biri siyasi boran çapkon başlandı. İkinci iktisadi boran çapkon başlandı. İktisat hazır Cungo'da umumuzda kayerde emez Şangang'dan başlandı. Bu elbette Şangang'ın iktisadı bir nöre, Cungo'nun iktisadı bir nöre, Şangang Halkara Bazar dep atılıp gelgen ta ki Cungo Partiyası kanun çıkarıp Şangang'ını edepligenge kadar. Hazır o küllaket o. Lekin yani şundaqda kurultaydan keyin Şangang'ın iktisadi payçak bazarı ketip kaldı vatandaş. Ondan keyin 24. 23. günü Cumhurbaşkanı Partiyası'nın kurultayı ahırlaştı. Caylarda başka devletlerde neme ifade bildirişti ona da haberimiz yok. Bırak hazır Aksaray'ın bayanatçısı Jen Peri Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi Ned Price shunday ifade bildirdi. Masalan, ularning bu qurultayni tabriklaymiz degan gap mi yo'q? Reis Xi Jinpingning saylanishini tabriklaymiz degan gap mi yo'q? Bu mumkin emas bunda gapni o'tirg'i chiqishi. Shundaqmi vatandosh? Shundaq. Hozirgi Amerika Cumhur munosabatini aytganda albatta shundaq. Biroq Ned Price Davlat Mahkamasining bayonotchisi dediki, biz bazı sahalarda Cumhur'la hemkarlaşımız mesela kelimat özgürlüğü, dünyavi sağlamlık degendek sahalarda hemkarlaşımız. Başka hemkarlaştığı sahne eğilganmıdır. İkincisi, Aksaray'ın bayanat Jen Peri dedi ki, biz Cumhur'la alaka münasebette buluşu saklayımız. Devamlı diyaloglaşımız, sohbetleşip durumuz. Alaka münasebetini devamlaştırımız. Demek en merkezlik ifade bildirişmiş 2 cümlede ifadelendi, başka gap yok. Demek Amerika Qo'shma Shtatlari shunchalik bo'lsa-mu, çünkü Kompartiyasının 23. günü yaklaşkan kurultayını shunchalik shunchalik kurultayga shunchalik cevap qaytardi degan gap vatandoshimizda. Hozir tor bettirdik umumiy kayfiyatdan qarasangiz yani şu halika Hu Jintao
Vakası Hocintav'ın hazır Xebi ülkesinde bir mehmanxonaga Mirzaqamoqqa oldi deydi. Onun oğlu Hohaypeng degende Mirzaqamoqqa oldi deydi. Lekin yuqorroq ma'lumot ega Jungo Xitoy ziyolilarining ya'ni demokratik obzorchilarning gapiga qaraganda bu qatim Hojintav voqeasi hozir Jungo Kompartiyasining ichki qismidagi bo'linish omiliga, parchalanish omiliga aylandi. Ya'ni ot quyruqliq qildi. Mush ishni keltirib chiqadi degan yak yetdi vatandosh. Hozirgi vaziyat Rossiya tarafdan hozir Xerson bu joyga Rossiya bomba tashlagandek, ya'ni bomba tashlab bo'lib, yana askariy qismlar chekinishga boshlagandek janglarning nazarida shu tariqada so'zlayotdi. Alohida o'zgarish yo'q. Rossiya Ukraina urushida alohida o'zgarish yo'q. Endi bu shu munosabatda vatandoshlarga shunchalik xabarni bugun leksiya qilib vatandoshlarga yetkazdik. Endi vaziyat to'g'risidagi masalan pul qaraydigan yillar ikki parcha videoga qo'yilgan mavzularni vatandoshlarning oldiga topshiraylik. Birinchisi, vaziyatni to'sib olg'ili bo'lmaydi. 7 nafar doimiy hay'at o'tirg'i chiqdi. Kishilar hayron qilishdi, cho'chishdi. 20 qurultayning ichki maxfiyatliklari burulloh ma'lum bo'lganmi? Aqsaray endi 100 xatir qilmaydi. Avval qo'l soladi. Buningga misol qilib bir misolni keltirishga bo'lmaydi, ammo Aqsaray endi 100 xatir qilmaydi, avval qo'l soladi degan so'zning ma'nosini birga tangdosh yoki bir ma'nodosh degilim bo'lmaydi, biroq mushu xabarlarning keyinda bir xabar o'tirg'i chiqib qoldi. Bugun atishda Amerika Qo'shma Shtatlari Yaponiyaning qo'g'dirish qismlari Tayvan bo'g'izida harbiy manevr o'tkazdi. Ya'ni uning mavzusi bir orolni qo'g'dash, ya'ni amaliyotda Tayvanni qo'g'dash harbiy manevr o'tkazildi dedi vatandoshim. Ekranda mushuning 10 ayning 25-kun YouTube bu Umid Sadasining xabari hozirgisi Aqsaray 100 xatir qilmaydi, avval qo'l soladi degini. Endi pulga qaraydigan yillarning ekranda ko'rishilgan xatmindaq. Amerika diplomatiya jurnali Tayvanni qo'g'daydigan vaqt qistab keldi. Tayvan bo'g'izida qiziq qurollar urushiga tayyorlik boshlandi. Amerika armiyasi bugun Kashtila urushga kirishga tayyor. Bu haliqa taqozolikni, ya'ni vaqt sijilligini ko'rsatayotgan gap, amaliyotda bugun Kasht urushida degan gap emas vatandoshim. Amerika armiyasi bugun Kashtila urushga kirishga tayyor. Xi Jinping kadrlar hem siyaset so'zlaydigan bo'lishi, hem urush qila oladigan bo'lishi kerak. Ya'ni yettahiyat saylanib bo'lgandan keyin bir so'zlagan so'zida Xi Jinpingning so'zlagan so'zida maya notqada mushundaq mazmun kadrlar. Chunki kadrlari hem siyaset so'zlaydigan, hem urush qila oladigan bo'lishi kerak dedi. Pul qaraydigan yillar 10 ayning 25-kuni YouTube. Yana bir xabar, Amerika Yaponiya Tayvanni qo'g'dash harbiy manevr o'tkazdi boshladi. Jungoning cho'ng paykat shirkat bozorlari, Jungoning cho'ng paychakni boshqaruvchi shirkatlari Jungaygu deydi. Bu hozir gumron bo'ldi hisobda. Boshladi-ku, gumron bo'ldi. Shanganga munosabati qoldi, gumron bo'ldi. Jungoda boylarning, xo'jadorlarning iqtisod bir kechada 200 milyar 900 milyon yuan parga aylanib ketdi, yo'q, qo'ldan chiqib ketdi. Bu pulni qaraydigan yillar 10 ayning 25-kuni. Endi hozir mush xabarlardan keyin Shanxayda yuqori qatlam kishilar o'zlari o'ltirgan o'ltirash uylarini, do'konlarini oladigan bu shirkatlarni hammasini bozorga chiqarib setishga boshladi. Uning keyindan kelgan bir jumla so'z hozir Jungoning boylari, puldorlari, xo'jadorlari kollektiv qachish planini tuzdi deb ko'rsatdi vatandosh. Endi eng oxirgisi sizlarga deydiganimiz markazdagi ishki jumla so'z mushu pul qaraydigan yillar
Tayvan'ın alakadar taraflarının torbeti Cungo'da siyaset patparakçılığa başlandı. Cungo'da iktisat patparakçılığa başlandı. Bu hazırkı dünya ve işki vaziyete qarab Cungo şundaq boldu mu? İktisat ne allaqaçan degen toq, sizler ketip oldu degen toq. Endinin əgişli muşu qurultayda siyaset mi əgişip keldi degen gap. Əməliyyatның zada qançılık ekanligi siz bizge yıraqtiki gap. Nima degende biz o Cungo'nun hazırkı vaziyetini öz gözümüz bilen görelmeymiz. Bırak chet eldeki matbuatlar mesela demokratların matbuatlarının tasvirlep berişi için muşundaq sözlesek hazır Cungo'daki iki amil siyaset patparakçılığı ve iktisat patparakçılığı. Demek Cungo Kompartiyası bu qatimki saylamda sada g'alba qildi muğurla yoki muşu saylam orqali Cungo jamiyatini o'zimi bilmaydigan, fuqarolarni bilmaydigan, xalqaro jamiyatni danq etib qoladigan nayati keskin bir vaziyatning ichiga so'rab kirib otamdi. Mana oxir qo'ydigan savolimiz shu, hurmatli vatandoshlar.